Assalomu alaykum barchaga. Bu Doniyor Safarqulov. Sizlarga bugun Music AI yo'nalishida video tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga Suno AI sayti kerak bo'ladi. suno.com deb yozsalaringiz ham bo'ladi. Bundan to'liq ro'yxatdan o'tib, mana create joyiga o'zingiz xohlagan birorta mashhur qo'shiq nomini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. It's about love. Bu mening birinchi o'ylagan so'zim, qo'shiqning nomi, o'shani yaratamiz. Mana bizga bitta ham emas, 4 ta qo'shiq tayyorlab berdi. Biz buni nomini o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Qo'shiqni YouTube'ga qanday nom bilan chiqarish xohlasak, o'sha nomni yozib olamiz. Bu bizga background bo'ladi. Mana nomni o'tishimiz, o'rniga o'zimizning It's about love'ni qo'yamiz. Mana deyarli tayyor. Endi screenshot olishimiz kerak. O'sha It's about love degan joydan screenshot olamiz background uchun. Mana screenshot oldik. Bu screenshotni xohlasangiz telefoningiz o'zida qisqartirib 16:9 formatda qilib olsangiz bo'ladi. Yoki CapCut'ni ichida ham kesib olsangiz bo'ladi. Buni montaj jarayonida ko'rsatib beraman. Mana biz qo'shiqni yuklab oldik. Bitta ma'lumot aytib ketaman. Hozir siz eshitayotgan qo'shiq aynan mana shu It's about love qo'shig'i. Suno AI yordamida yaratilgan qo'shiqni eshityapsiz. Mana montaj jarayoniga ham keldik. Eng muhim nuqta desa ham bo'ladi. Mana 16:9 formatda kesib olyapmiz. Formatga e'tibor beringizlar. Xo'p, endi tepadagi qora joylarni yo'qotish kerak. Mana 16:9 formatda qilib qo'yib oldik. Orqasini animatsion videolar bilan ham AI yordamida qilsa bo'ladi. Uni keyingi video darsliklarda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hozir men eng sodda, eng tez, oson usulda ko'rsatib beryapman. Bizda It's about love qo'shig'imizni qo'yib olamiz. Mana oxirigacha tortib qo'yamiz rasmda yoki videoyingiz bo'lsa, o'sha videoni oxirigacha tortib qo'yish kerak. Videoni xohlagan green screenlar bilan bezatsangiz bo'ladi. Masalan, men sizlarga obuna bo'lish, like bosish, qo'ng'iroqchani bosish, green screenni qo'shib ko'rsataman. Mana. Yana har xil effektlardan foydalansangiz bo'ladi. O'zingizda g'oyalaringizdan kelib chiqib. Men deyarli hamma videoni oxiriga mana shunaqa obuna bo'lish, like bosish, qo'ng'iroqchani bosish, green screenni qo'yaman. Sizlarga ham maslahat beraman. Foydali. Xo'p, bizda deyarli hamma narsa tayyor bo'ldi. Endi effekt qo'shsangiz bo'ladi, o'zingiz xohishlaringizga qarab. Bu yerda juda ko'p effektlar bor. O'shaning uchun alohida effektlarga gapirib o'tirmayman. Xohlaganingizdek qilib qo'shib olsangiz bo'ladi. Mana videomiz tayyor. Endi buni bemalol YouTube'ga joylasak bo'ladi. Maslahatim, bir xil nom bilan foydalanmanglar. Mana sizlarga misol uchun kanal, bu yerda ham sun'iy intellektdan yaratilgan musiqalarni ko'rishingiz mumkin. Music AI yo'nalishi tushunarli bo'ldiga umiddaman. Xo'p, mana bizning kanalimiz. Rahmat sizlarga, juda tez ko'tarilyapmiz. Bizda kanalimizni yanada tezroq rivojlantirish uchun, motivatsiya uchun majburiy emas, mana karta qoldirganman. Xohlaganingizcha 1000 so'mmi, 5000 mi donat qilsalaringiz bo'ladi. Yoki mana sayt Tirikchilik.uz. Mana shu orqali ham siz bo'ladi. Bu yerga xohlasangiz ismingizni yozsangiz bo'ladi, xohlasangiz nikingizni yozsangiz bo'ladi. Orasini ochib bo'lmas ekan mana.
shunday yozib, summasini kiritib, pastga ham yozsangiz bo'ladi xohlagan narsangizni. Bu yerga kommentariy yozsangiz, men albatta videomga qo'shib olib chiqaman. Videoga qanday kommentariy yozganingizni ko'rsataman. Mana pastda pay me, uzun, klik yoki kartani shunchaki qo'shib ham to'lov qilsangiz bo'ladi, donat yuborsangiz bo'ladi. Bu klik, uzun, pay me'ni tanlasangiz, programmaga o'tkazib yuboradi. Bu yerda karta yozib o'tirmaysiz. Yana aytaman, bu majburiy emas. Menga mana shunday donat olish imkoniyatini yaratib bergani uchun Tirikchilik.uzga alohida rahmat aytmoqchiman. Sizlar bilan Doniyor Safarqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.